Assalomu alaykum, barchaga xayrli kun. Do'stlar, haftaning oxiri va biz transferlar haqida so'z olib boramiz. Real Madridning hozirgi holati, ya'ni himoyadagi o'yinchilarning kamligi va ularning jamoaga yordam bera olmasligi. Ikkinchi navbatda Realning murabbiyi Xabi Alonso jamoadan ketadimi va uning o'rniga Zinedine Zidane yokida Yurgen Klopp bosh murabbiy etib tayinlanadimi? Ushbu savollarga ham hozir javob olamiz. Va yana bir variant ko'rib chiqilmoqda, ya'niki Manchester Cityning bosh murabbiyi Pep Guardiolaning klubdan ketishi haqidagi ehtimol borasidagi tayyorgarlik ishlari haqida ham so'z olib boramiz. Birinchi navbatda Real Madridning hozirgi holat, ya'ni himoyadagi o'yinchilar. Sevillaga qarshi jamoaning qaysi o'yinchilar o'ynaydi yoki o'ynamaydi, shu haqida ham hozir so'z olib boramiz. Real Madrid himoyadagilar Dani Carvajal, Eder Militao, Trent Alexander-Arnold, Carreras, Fran Garcia hamda Endrick o'yinni o'tkazib yuboradi. Qarang, hozir mana shu joyning o'zida kamida 4 ta yoki 5 ta o'yinchi himoyadagi asosiy o'yinchilar hisoblanadi va bu o'yinchilar ushbu o'yinda, ya'ni Sevillaga qarshi o'yinda Realga yordam bera olmaydi. Ikkinchisi, Kamavinga, Mendy va Alabaning o'ynashi ushbu o'yinda so'roq ostida. Ular ketma-ket ikkita o'yinda, ikkita guruh mashg'ulotlarini o'tkazib yubordi va hali o'yinga tushadimi yoki yo'qmi, bunisi noma'lum. Asensio sog'ayib, umumiy guruh mashg'ulotlariga qaytgan. Raul Asensio Realning markaziy himoyachisi. Qani ko'ramiz, ushbu o'yinchi Sevillaga qarshi o'yinda jamoaga yordam beradimi yoki uning o'rniga boshqa bir o'yinchini Xabi Alonso rotatsiya qilib maydonga tushiradimi? Fabrizio Romano xabar bermoqda. Zinedine Zidane Jahon chempionati 2026-yilga mundialdan keyin Fransiya terma jamoasini boshqarishi deyarli aniq bo'lib qolmoqda. Insiderning ma'lumotlariga ko'ra, murabbiy Fransiya futbol federatsiyasi bilan og'zaki kelishuvga erishgan. Shu sababli u Real Madrid hamda Angliya klublaridan keladigan takliflarni ko'rib chiqmayapti va muzokaralar olib bormayapti. Buning asosiy sababi Fransiya terma jamoasi bilan Zidanning deyarli aniqlashib qolgan shartnomasi. Breaking xabar bermoqda. Manchester City Pep Guardiolaning klubdan ketish ehtimoli borasidagi tayyorgarlik ishlarini olib bormoqda. Endi Pep nima uchun ketishi kerak? O'zi hozir Yevropa Chempionlar Ligasida ham, Angliya Premier Ligasida ham ahvol yaxshi menimcha. Angliyada 2-o'rinda, Yevropa Chempionlar Ligasida kuchli 8likda. U ketishiga menimcha hali sabab yo'q. To'g'ri, endi ba'zi bir mavsum boshlangandan keyingi o'yinlardagi mag'lubiyatlar, duranglar sabab bo'lishi mumkin, ammo ushbu sabablar orqali Pepni ketkazish menimcha xato deb o'ylayman. Sababi biz bilamizki, oxirgi 4-5 yilda Manchester City Angliya Premier Ligasida doimiy chempionlik uchun bahs olib boradigan jamoalardan biriga aylanib qolgan va hozirda dunyoda ham, Angliyada ham eng kuchli jamoalardan biri desak mubolag'a bo'lmaydi. Shunaqa gaplar. Endi ushbu o'yin Real Madrid hamda Celtaning o'yiniga to'xtalsak. Real Madrid qanday holatga yetib kelmoqda? Ahvol juda ham og'ir, chunki yaqindagina Talavera degan jamoa bilan Copa del Rey kubogida bahs olib bordi va La Liganing, ya'ni Ispaniyaning 3-divizion vakili bilan Real Madrid 3-2 hisobidagi qiyin g'alabaga erishmoqda. O'sha o'yinni o'zim ko'rdim. Endi vaziyatlar Realda ko'proq bo'lgan, tabiiyki. 15 ga yaqin vaziyatlar bo'lgan. Talaverada esa 5 ta vaziyat bo'lgan. Shularning 2 tasini golga aylantirgan. Real esa 15 ta vaziyatdan 3 tasini golga aylantirgan. Ularning bittasini Kylian Mbappe penaltidan kiritgan. O'zi Real penaltidan gol kiritdi mana shu o'yinda. Nima uchun Real shunday oddiy jamoa bilan yaxshi o'yin olib bora olmayapti yoki Xabi Alonso jamoani qura olmayaptimi? Ushbu savollar hali ham ochiqlangan holatda qolib ketmoqda. Endi Sevilla bilan bahs, keyingi o'yinni ko'ramiz. Qani qaysi jamoa chempionlik uchun bahs olib boradi? Endi Sevilla bilan bahsni taxmin qilsak, kuchlar teng. Aynan hozirgi paytdagi Real hamda Sevillaning kuchlari teng. Endi Real ustunroq bo'lishi mumkin, ammo bu ustunlik jamoaga qanchalik yordam beradi? Bu hali ham savol ochiqlangan holatda qolib ketmoqda. Xabaringiz bor, yaqindagina FIFA tomonidan 2025-yilning eng yaxshi ramziy jamoasi e'lon qilindi.
ushbu ramziy jamoa haqida ham so'z olib boramiz. Kimlar kiritilgan, kimlar kiritilmagan, nima uchun kiritilgan va nima uchun kiritilmagan ushbu savollarga ham ushbu terma jamoani e'lon qilgandan keyin savollarga javob beramiz. Darvozada Gianluigi Donnarumma, italiyalik posbon. Tabiiyki bu kiritilishi kerak edi. Bilamizki PSJda ajoyib mavsum o'tkazdi va ushbu mavsumdan keyin PSG g'olibliklarni qo'lga kiritdi va darvozadagi Gianluigi Donnarumma darvozada PSJning birinchi raqamli darvozaboni edi o'tgan mavsumda va bu yilda esa Manchester City safida to'p surmoqda. Himoyada Ashraf Hakimi, William Pacho, Virgil van Dijk hamda Nuno Mendes. Menimcha himoya chizig'idagi ushbu o'yinchilarda hech qanday savol yo'q. Nima uchun ushbu o'yinchilar kiritilgan degan savollarga Ashraf Hakimi hamda Nuno Mendesning o'zlari javob beradi. Markaziy yarim himoya Cole Palmer, Jude Bellingham, Vitinha hamda Pedri. Markazdagi Jude Bellingham hamda Pedrining kiritilishi bu tabiiy holat, chunki markazni himoya qilishi va markazdan oldinga qarab pas, orqaga qaytishi va himoyani ham o'z bo'yniga olishi ushbu futbolchilarda ajoyib darajada va gollarda ishtirok etishini esa tilga olmasak ham bo'laveradi. Jude Bellingham hamda Vitinhaning ushbu salohiyati jamoasiga anchagina yordam berdi ushbu mavsumda, aynan g'alabalarida. Pedri hamda Cole Palmer esa juda ham talant. Endi Palmer hamda Pedrini gapirmasak ham bo'ladi, chunki Palmerning o'z gollarda ishtirok etishi, gollar urishi va Chelseani jahon chempionatida chempion qilganligi, ya'ni klublar o'rtasidagi jahon chempionatida chempion qilganligi ushbu savollarga javobni beradi. Hujumda esa Lamine Yamal hamda Usmon Dembele. Endi Yamal bilan Dembelening kiritilishi bu tabiiy holat. Dembele oltin to'p sohibi, Lamine Yamal ajoyib iste'dod va yangi porlagan yulduz. Nima uchun mana bu joyda Rafinha yo'q yoki Kylian Mbappe yo'q? Shu savollarga javob. Mana o'zim shaxsan kutgandim markazda Jude Bellingham hamda Realdan kutgan o'yinchim Federico Valverde. Valverde ham ajoyib mavsum o'tkazdi. Himoyada, markazda, hujumda o'yin ko'rsatdi. Faqat u o'ynamagan pozitsiya bitta darvoza qolgandi. Shu zonada o'ynamadi xolos. Himoyada endi savollar yo'q. Darvozada albatta savol yo'q. Thibaut Courtois olishi mumkin edi. Agar Real g'alaba qozonganda yoki La Ligada yokida Yevropa Chempionlar Ligasida g'alaba qozonganda Thibaut Courtois darvozabon nominatsiyasida Gianluigi Donnarummadan o'tishi mumkin edi, ammo bu holat yuz bermadi. Markazda esa nima uchun Federico Valverde yo'q? Pedri bo'lish tabiiy. Xo'p, hujumda esa Kylian Mbappe hamda Rafinha kiritilmagan. Endi bu FIFAning qarori biz hurmat qilamiz va e'tiroz bildirishga haqqimiz yo'q. Rasman Luis Enrique FIFA tomonidan 2025-yilning eng yaxshi bosh murabbiyi deb e'lon qilindi. Bu tabiiy albatta. Xo'p. Endi rasman Atiana Bonmati FIFA tomonidan 2025-yilning eng yaxshi ayol futbolchisi deb e'lon qilindi. U bu mukofotni ketma-ket 3 yildan beri qo'lga kiritib kelmoqda. Barselonaning hujumchisi. Qoyil. Rasman Usmon Dembele 2025-yilning FIFA tomonidan eng yaxshi futbolchisi deb e'lon qilindi. Rafinhaga, Yamalga hamda Kylian Mbappega qilingan adolatsizlik FIFA tomonidan. Endi Dembele oltin to'pni olgan edi, shuning uchun ushbu sovrinni boshqa bir futbolchiga bergan yaxshiroq edi. Dembelening o'zi xafa bo'lmasdi. Shunaqa gaplar gaplashib o'tdik. Endi Real haqida gaplashdik, FIFA tomonidan qilingan qarorlar haqida gaplashdik, Zidanning hayoti haqida gaplashdik, ya'ni qaysi jamoani boshqaradi, terma jamoa yoki klubni boshqaradi. Pep Guardiolaning faoliyati haqida ham gaplashib o'tdik. La Ligadagi hamda kuchli 5lik ligalardagi holat haqida ham tanishtirib o'taman qisqacha. Fransiyada birinchi o'rinda Lens ketmoqda 37 ochko bilan, ikkinchi o'rinda PSG, uchinchi o'rinda Marseille 32 ochko bilan, Lille'da 32 ochko bor, Lyonda esa 27 ochko bor. Birinchi o'rinda Lens jamoasi kutilmagan holat, PSG ikkinchi o'rinda. Xo'p. Endi eng qizig'i Bundesligada Bavariya birinchi o'rinda 38 ochko bilan, tabiiyki Leipzig 29 ochko bilan ikkinchi o'rinda, uchinchi o'rinda Dortmund, to'rtinchi o'rinda Leverkusen, 5-o'rinda Hoffenheim. Bu jamoalarda 26 ochkodan mavjud.
Inter birinchi o'rinda, Italiyada 33 ochko bor. AC Milan 32 ochko bilan ikkinchi o'rinda. Inter Milan jamoalari Italiyada chempionlikni qaysi bir tantanalarni kuzatamiz. Napoli 31 ochko bilan 3-o'rinda. Amaldagi chempion. 4-o'rinda Roma 27 ochko bilan 5-o'rinda. Italiyaning eng ko'p yutgan klub bu Juventus 26 ochko bilan 5-o'rinda band qilib turibdi. Turinliklar. Endi esa La Ligadagi holat haqida gaplashamiz. Birinchi o'rinda Barselona 43 ochko bilan, ikkinchi o'rinda Real Madrid 39 ochko bilan, uchinchi o'rinda Villarreal 35 ochko bilan, to'rtinchi o'rinda Atletico de Madrid 34 ochko bilan to'rtinchi o'rinda, beshinchi o'rinda esa Espanyol band qilib turibdi. Kutilmagan holat. Endi esa eng qiziq liga La Liga, APOELga qaratamiz. E'tiborimizni birinchi o'rinda Arsenal 36 ochko bilan, ikkinchi o'rinda Manchester City 34 ochko bilan, 3-o'rinda Aston Villa 33 ochko bilan, 4-o'rinda esa Chelsea jamoasi 28 ochko bilan, 5-o'rinda esa Crystal Palace 26 ochko bilan. Bu yerda kuchli 5likda ikkita kutilmagan jamoa. Aston Villa 3-o'rinda 33 ochko bilan, 5-o'rinda Crystal Palace 26 ochko bilan. Angliya Premier Ligasi turnir jadvalini shunday band qilib turibdi. Qoyil, lekin Aston Villaga, Crystal Palace'ga ushbu jamoalar ichidan chiqib, jamoalar orasidan kirib, chempionlik uchun asosiy da'vogarlardan biri bo'lib olganiga shunchaki respekt. Shunaqa gaplar do'stlar. E'tiboringiz uchun rahmat. Futbol dunyosi hamda dunyo futbolidagi eng so'nggi xabarlar Doniyor Elyorovich kanalida. Bizni kuzatishda davom eting. Salomat bo'ling.